Mustaqilligimizning 35 yillik bayrami arafasida yurtimizning barcha hududlarida bunyodkorlik va yangilanishlar amalga oshirilmoqda. Xususan, Uychi tumanida energetika tizimini tubdan yaxshilashga xizmat qiluvchi zamonaviy energiya saqlash elektr stansiyasi ishga tushirildi. 200 megawatt soat sig'imiga ega ushbu majmua hudud aholisi va sanoat korxonalarini sifatli, barqaror hamda uzluksiz elektr energiyasi bilan ta'minlashda muhim qadam bo'ldi. Hozir shu haqda. Uychi tumanida Enerji China Namangan Qizilravot Batareya Energy Storage System mas'uliyati cheklangan jamiyat tomonidan iqtisodiyotimizning yuragi bo'lgan energetika sohasida navbatdagi ulkan qadam tashlandi. Umumiy qiymati 100 million Amerika Qo'shma Shtatlari dollarini tashkil etuvchi loyihada Huawei brendining litiy, temir, fosfat texnologiyasiga asoslangan elektrokimyoviy energiya saqlash batareyalaridan foydalanildi. Stansiyaning umumiy o'rnatilgan quvvati 100 megawattni, energiya saqlash sig'imi esa 200 megawatt soatni tashkil etadi. Mazkur loyiha Xitoy-O'zbekiston ishlab chiqarish quvvatlari sohasidagi hamkorlikning muhim yo'nalishlaridan biri bo'ldi. Obyekt to'liq quvvatda ishga tushgach, O'zbekiston elektr tarmog'iga yiliga taxminan 580 million kilovatt soat elektr energiyasi yetkazib berish imkoniyati yaratilishi ko'zda tutilgan. Stansiyada to'liq zaryadlash va razryadlashning bir sikli davomida loyiha mahalliy aholining 25 mingta xo'jaligini elektr energiyasi bilan ta'minlash imkonini beradi. Shu bois aynan ushbu hududda uning ahamiyati katta. Umuman loyiha foydalanishga topshirilgandan so'ng mahalliy elektr tarmog'ining ishonchliligi va barqarorligini ta'minlashga muhim hissa qo'shadi. Mazkur loyihaning afzalligi shundaki, elektr energiyasiga talab past vaqtda, tarmoqda ortiqcha elektr energiyasi mavjud bo'lganda, batareya tizimi elektr energiyasini qabul qilib, zaxira sifatida saqlaydi. Talab keskin oshgan vaqtda esa, ya'ni aholi va korxonalar iste'moli ko'payib, tarmoqda yuklama ortganda, tizimda saqlangan elektr energiyasi tarmoqqa qayta uzatiladi. Bu esa elektr tarmog'idagi yuklamani muvozanatlashtirish, ortiqcha elektr energiyasini saqlab, zarur vaqtda undan samarali foydalanish imkonini beradi. Boshqacha aytganda, ushbu stansiya akkumulyator vazifasini bajaradi. Uychiliklar bunday zamonaviy majmua aynan hududlarida barpo etilganidan behad mamnunlar. 2026-yil bunyodkorlik, obodonlashtirish yili bo'ldi desak, mubolag'a qilmaydi. Chunki 2026-yil davomida hozirgi kungacha viloyatimizda bo'layotgan butun bu inshootlar, qurilishlarni ko'rib ko'zingiz quvnaydi. Mana birgina shu Uychi misolida juda katta ish bo'layotganligi, 6 kaskadli GES qurilayotganligi, mega loyiha deymiz. Bu aytilganligiki 6 kaskadli GESni butun agregatlari O'zbekiston brendi bo'lib, O'zbekistonda ishlab chiqilgan agregatlar ishlatilyapti. Qolaversa 481 metr uzunlikda ko'prik qurilyapti. Bu 3 ta rayonni, texnikalarni, transportlarni tizimini olib borayotgan biraligi tiqilishlikni oldini oladi-da. Bundan tashqari mana yana Uychi tumanida bugungi kunda mana shu yangi yer mahalla fuqarolar yig'ini adir zonasida 7 gektarlik elektr saqlash sig'im ombori qurib foydalanishga topshirildi. Mustaqilligi 35 yillik arafasida bo'layotganligi barchamizga muborak bo'lsin. Energiya saqlash elektr stansiyasi taqdimotida Namangan viloyati hokimi Shavkatjon Abdurazzoqov boshchiligida huquqni muhofaza etuvchi idoralar, davlat va jamoat tashkilotlari rahbarlari, nuroniylar, yoshlar vakillari ishtirok etdilar. Ta'kidlandiki, Uychida amalga oshirilgan ushbu loyiha hududning energetik salohiyatini yanada yuksaltirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Qolaversa, mazkur innovatsion loyiha yurtimizda yashil energetika sohasida olib borilayotgan islohotlarning amaldagi yana bir yorqin namunasi bo'ldi.